Soch to'kilishi bu tabiiy proses. Lekin agar me'yoridan oshib ketsa-chi, masalan, endokrin kasalliklarda qalqonsimon bez funksiyasini pasayishi, buyrak usti bezini funksiyasini pasayishi, tanada testosteron androgenlarning ko'payishi, ichak kasalliklarida ichak traktida vitamin guruhlarining so'rilishini pasayishi, teri kasalliklari bular hammasi sochning patologik ko'p to'kilishiga olib keladi. Masalan, ayollarda klimaks davrida estrogenlarning pasayishi hamda testosteron gormonining ko'payishi sochlarning diffuz bir tekis to'kilishi hamda farq ochilgan joylarda to'kilishi kuzatiladi. Erkaklarda esa irsiyatga bog'liq. Ko'pincha erkaklarda testosteron gormonining ko'pligi hisobiga soch follikulllari kamayib ketadi va boshning tepa qismida aynan tepakallik paydo bo'ladi. Bu belgi dominant ustun belgi hisoblanadi. Erkaklarda otasidan o'g'ilga meros bo'lib o'tadi. Bu holatlarni to'liq tekshirish uchun albatta mutaxassis ko'rigiga kelish kerak. Agar sizlarda ham shunday muammo bo'lsa, kommentariyda plus belgisini qoldiring.